ham yashab biznes qilaman degan akalar bu video sizlar uchun. Videoda o'tkazib olmaysizlar. Umumiy maydoni 10 sotix. Ham yashash uchun, ham biznes uchun. Qisqacha obzorni ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Aytib o'tganimizdek, bugungi obzorimiz Yunusobodda juda ham havosi toza, maydoni 10 sotix. Darvozaxonaga kirishimizda 2-3 mashina uchun mo'ljallangan joyi bor. Bu joyda 2 sotixdan oshiqroq 3 sotixga yaqin qurilish qilish uchun yeri bor. Qurish qilsa ham bo'ladi. Kirishimizda kattagina sahnasi bor. Mana bu tepasini yopsa ham bo'ladi. Qanday bir maqsadda foydalansa ham bo'ladi. Uyimizga kirishni ko'ramiz. Marhamat kelinglar. Uyimizning tashqarisidagi kotelniy qismi birinchi qavat va ikkinchi qavat uchun alohida qismi bor. Uyimiz to'laqonli pishirishdan qilib qurilgan. 4 sotixdan oshiqroq qurilish qilingan. Birinchi qavatimizni ko'ramiz, azizlar. O'rtagina avvaldan konditsionerlar qo'ygan. Bu joyda ko'rgan hamma narsalar qoladi. Hech narsa olib ketilmaydi. Mana kirishimizda kattagina hol qismi, studiya ko'rinishidagi oshxonasi, oyoq taglari parket qilingan, kattagina televizorlar ilib qo'yilgan. Zamonaviy qilib oshxona jihozlari, mebellarni qo'yilgan. Shuvakidan ichkalar, gazlar yaxshisidan qo'yilgan. Barcha jihozlarimizni aytib o'tganimizdek qoladi. Azizlar, buni prillasiga e'tibor berasizlar. Zinapoyasiga, shu prillarning o'ziga $5000 sarflab qo'yishgan ekan. Endi ikkinchi etajga yo'l olamiz. Ikkinchi etajimizda ham xonlarimiz juda ham ko'p. Bu azizlar obyektimizni yashash uchun mo'ljallangan qismi. Uyushtirasiga e'tibor beringlar. Svetlarni yoqamiz. Hamma yo'g'i yevromontaj qilingan. Birinchi, ikkinchi qavat uchun alohidalar. Hop, kirganimizda birinchi xonamiz. Anchadan beri odam yashamayotgan joyda. Kattagina hol. Kattaligini qaranglar. Bu joyda bemalol sizlar to'y o'tkazsalar ham bo'ladi. Kattaligini ko'ringlar azizlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta tashqariga qaragan oynasi bor ekan. Xo'p, bundan keyingi xonamiz. Bundan keyingi xonalarimizni ko'ramiz. Aytib o'tganimizdek, to'liq pishirishda qurilgan. Buni yotoqxona sifatida foydalansa bo'ladi. Yoki bu joyimizda akalarimiz tashqarida biznes uchun mo'ljallangan qismi bor. Buni gostinitsa sifatida foydalansa ham bo'ladi. Lokatsiyamiz gostinitsa qilish uchun ham juda ham qulay. Bundan keyingi xonalarimiz. Hop, bu ham bitta yotoqxona qismi. Ko'ringlar. Xonalari, oyoq taglari aytib o'tganimizdek parket qilingan, tashqariga nafalari bor, derazalar bor. Hop, bundan keyingi xonamiz sanuzel qismimiz. Sanuzelimizga ham e'tibor beringlar. Vannalar ham kattasidan qo'yilgan. Xullas, eng yaxshi narsalar ishlatilgan, pul umuman ayalmagan. Bundan keyingi qismimiz azizlar ko'ringlar, yotoqxona, kattalarimiz uchun mo'ljallangan yotoqxona. Sababi bu joyimizda alohida sanuzeli bor. Azizlar, mana ko'rib turibsizlar, bitta, ikkita, uchta, to'rtta xona, kattagina xonasi bor. Tashqarida endi buni endi ko'rib turgan obyektlarni biznes qismiga o'tamiz. Tashqariga chiqib, qolgan joylarga batafsil ma'lumotlarni berib, tushuntirib o'tamiz. Xo'p, azizlar, mana obyektimizni biznes uchun mo'ljallangan qismiga chiqdik. Endi buni qisqacha ko'ramiz. Mana bu joyda 6 ga 6 ko'rinishdagi kattagina magazin sifatida foydalangan. Hozir bo'sh turibdi. Xo'p, bundan keyingi joyimiz mana hamshiralik markazi 3 ga 6 ko'rinishdagi. Xo'p, bundan keyingi joyimiz sartaroshxona, ham 3 ga 6 ko'rinishdagi. Tashqarida ham 2 sotixdan oshiqroq kattagina maydoni bor. Endi obyektimizni podval qismini ko'ramiz. Podval qismida ikkitagina katta bilyardi bor. Tayyor yurib turgan biznes. Bu biznes uchun mo'ljallangan obyektimiz azizlar, $250,000 deb baholayapmiz. Ham yashab, ham biznes qilaman degan akalarimiz bu videodan oxirigacha ko'rasizlar. Yana ham qiziqroq ma'lumotlarni berib boramiz. Xo'p, bu podval qismimiz aytib o'tganimizdek, endi tashqarida kattagina bari bor ekan. Buni ko'ramiz.
Endi azizlar, obyektimiz so'nggi joyi, mana bu joyda 8 ga 22 ko'rinishdagi portlagina bari bor, hozirda foydalanib kelyapti. Bu tashqari joyimizda esa xo'p, buni hozir yoz kunlari kelyapti, marojnoxona sifatida ham foydalansa bo'ladi. Mana joylarimiz ham o'rni obyektimizga qarashli. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotni yana ham beramiz. Obyektimiz aytib o'tganimizga narxi 350 ming baholandi. Sunnatga chiroyli narxda kelishtirib beramiz.